Lekin qadrli Tog'li Forig kanali obunachilar va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bugungi video obzorimizni Shoximardon qishlog'idan olib boryapmiz. Ya'ni Shoximardonning Kulqubon yonida joylashgan Tanho dam olish maskani haqida video obzor qilamiz. U hammalarga ma'lum, Shoximardon qishlog'i Farg'ona viloyati Farg'ona tumanida joylashgan. Ya'ni Farg'ona shahri Vadil postidan bu yerga o'tib kelinadi va bu yerdagi Kulqubon yonida, ya'ni mana shu yo'limizdan ozgina bir 100 metr o'tsak, Kulqubonga yetib boramiz va Kulqubon oldida joylashgan Tanho dam olish maskani haqida demak video obzorimizni boshlaymiz. Xo'p, dam olish maskaniga kirganimizda o'zi tabiat chiroyligi, hop, mana bu atrofda chiroyli bezatilganligi odamning kayfiyatini ochadi. Hop, ya'ni bu joydagi sharoitlarni, narx-navolarni qisqacha hozir sizlarga tanishtirib o'taman. Bu yerdagi dam olish maskanimizni xonalari, ya'ni 3 ta etapga bo'linadi. Lyuks xonalari, pol-lyuks xonalari va oddiy xonalardan iborat. Demak, hozir hammasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Bismillah. Mana hozir pol-lyuks xonamizga kirib chiqamiz. Atrof manzara. Mana hozir pol-lyuks xonamizga kirib kelyapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Bormi? Charchamaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Bu bizni pol-lyuks xonamiz. Ko'rib turganingizdek 4 kishilik. Kishi boshiga 100 mingdan. Hammom tualetlari xonaning yonida bo'ladi. Ko'rib turganingizdek. Televizorlar hamma yo'g'i bor. Wi-Fi. Wi-Fi bor. Wi-Fi, bilyard, tennis. Bu xonamizning to'y xonalari pastda, Albatta. yonida joylashgan. Bu xonamiz ham deyarli bir xil ekan. Albatta. Chirog'ini yoqingchi? Ham bo'ladi. Mana bu xonamiz ham xuddi shunday. Ya'ni odam boshiga 100 ming hisoblanar ekan. Ya'ni Kulqubonni oldi dam olaman deganlar uchun bu zo'r taklif hisoblanadi. Atrof tabiat jihatidan sokin. Pastda soy bor, soyda bo'ydan demak tapchalarimiz bor. Har bitta kelgan xonadagi dam oluvchilarga tapcham beriladi, soyda bo'yda va bu yerda dam olishadi. Mana namozxonamiz bor. Erkaklar uchun vaqtida. Demak, sharoit yetarli. Bundan tashqari Aka, chiqaramiz. Bizda ham balkonli xonalar bor ekan. Bu ham arzonroq varianti. Ya'ni shu yerga dam olish imkoniyatiga ega ekan. Xo'p, bundan tashqari mana dam oluvchilarimizga arzonroq xonalar ham taklif qilinadi. Ya'ni bularning bittasi bunlar hisoblanadi. Bu xonalaringizni necha puldan hisoblanadi? Hop, ko'rib turishingiz mumkin. 6 kishilik xonamiz. Har bir odamga 70 mingdan olamiz. Oshna og'aynilar, kollektivlar bemalol kelib dam olib ketishaveradi. Ko'pchilik fatlar do'stlar kelsa, demak, bu manzara. Hozir mana lyuks xonamizni ko'ramiz. Sharoitlari haqida. Bu xonamiz lyuks xona ekan-a? Albatta. Xo'p, nimalari bor? Lyuks xonamiz 6 kishiga mo'ljallangan bo'lib, konditsioner, televizor, sanuzel ichida hamma yo'g'i joylashgan bo'lib, bemalol shkaflar. O'sha shkaflar, ha? Bularimiz narxi necha puldan? Xo'p, bular odam boshiga 150 mingdan to'g'ri keladi. 150 to'g'ri keladi. Demak, hamma sharoit, hamma qulaylikka. Demak, har bir xonalarda Wi-Fi'lar mavjud. Albatta. Rahmat. Bundan tashqari, dam olish maskanimizda umumiy ovqatlanish xonasi bor. Bemalol, masalan, turizm kompaniyalariga ham hamkorlik ishlashga chaqiramiz. Ya'ni, demak, ko'p kelgan har bir dam oluvchilari bemalol bu yerlarda taomlanishi mumkin. Albatta, bu yerda xizmat ko'rsatish, hammasi demak, dam olish maskanini o'zlari ko'rsatishadi. Demak, bemalol turizm kompaniyalari ham bu dam olish maskani bilan hamkorlikda ishlashlari mumkin.
hozir oshxonani ko'ramiz. Va atrofdagi tapchalarni va bundan boshqa sharoitlarni ko'rib chiqamiz. Mana oshxonamiz. Assalomu alaykum. Bormaylar sizlar? 10 ta qozonimiz bor. So'roqda xohlasalaring gaz, nimalarimiz bor. Idishlar olishingiz mumkin. Choy damlab ichgani katta bak. Qaynab turar ekan. Endi qarang, bu ovqatni masalan o'zlari ham qilishadi. Agar pishirib tayyorlab berish zakaz bor, zakaz tayyorlab beraverasizlar. Powerlar bor. Bu mana ovqatimiz fiyati. Qozon haqida necha puldan gapir bo'lmasa? Biz o'zimizga o'zimiz qilyapmiz. O'zlari. Agar power olsalaring 70 mingdan qilib beradi. Qozon haqi 70 ming so'mdan. Albatta. Ha, bo'ldi. O'zdan oshxonamiz, demak, gaz, demak, hamma sharoit yetarli. Demak, ovqat tayyorlash xizmati ham bor. Bu bilan aytmani tapchalarimizni ko'rib chiqamiz. Hozirgi ayni damda rosa havo issiq paytida dam oladigan joy hisoblanadi. Mana tapchalarimiz hammasi atrofi o'ralgan. Hech kimga xalaqit qilmaydi. Asfalt simini soyli bo'yida. Mana bu ko'rib turgan soylarning to'g'ri Ko'lqo'ponni olib keladi. Mana atrof bemalol soyga tushib dam olsa ham demak bo'ladi. Mana tapchalarimiz shakarimizdek har bir dam oluvchiga tapcham beriladi. Bemalol 10 tadan 12 gacha odam sig'ishi mumkin bu yerda. Mana bu yerda mana bilyardimiz va stol tennisimiz bor. Bular ana shu dam oluvchilarga qo'shimcha bonus hisoblanadi. Ya'ni xohlagancha o'ynashlari mumkin. Mana bu ham ana shu dachamizning qo'shimcha xizmati. Wi-Fi bor. Telefon kompaniyalari ishlaydi. Ya'ni bemalol bu narsalar muammo bo'lmaydi. Atrofimizda juda go'zal manzarali mana. Mana bundan tashqari dam oluvchilarga xohlagan paytda mana bu yerda ommaviy raqslar qilib berishadi. Marojniylari demak ishlab turadi. Marojnilari ham o'ziga ta'mga ega. Ya'ni haqiqiy shoxmardonni toza sutdan qaymog'ini o'zlari tayyorlashadi. Demak, manzilimizni eslab qolamiz. Bu Shoximardon qishlog'idagi Tanho dam olish maskani aniq lokatsiyani tushuntirib o'taman. Ya'ni Ko'lqo'ponni oldida, Ko'lqo'pponga demak 50 metr yetmaydi, ya'ni bemalol borib o'rin dam olish imkoniyatiga egasizlar. Xo'p, qadrlaganlar, bugungi videomiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, mana shu videolarimizga like bosinglar, obuna bo'linglar va dam olishni yoqtiruvchi do'stlaringizga demak videolarimizni ulashib qo'yishlaringni so'rab qolamiz. Albatta maroqli dam olib ketishlarini xohlab qolamiz. Olgan damlaring demak tanlaringga shifo bo'lsin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.